To'shak orasi inyeksiyasi davolash maqsadida qo'llaniladi. Taktik jihatdan qanday qilinishini ko'rib o'tamiz. Yonbosh sohasini to'rga bo'linadi. Yuqori tashqi lateral chekkasiga ipor qilinadi. Nima uchun bunga qilinadi deganda, qavatma-qavatga o'raydigan bo'lsak, qancha markazlashganimiz sari bu yerda katta o'tirg'ich nervi bor. Shu nervga tushish ehtimolimiz va katta qon tomirlarga tushish ehtimolimiz oshib ketadi. Shuning uchun yonboshni to'rga bo'lib, yuqori lateral qismiga qilsak, ancha xavfsiz bo'ladi hisoblanadi. Qilish taktikasi. 3 davra o'tga qilamiz. Va 90 gradusda yosh bolalarda burma hosil qilib olib 90 gradusda sanchamiz. Dori vositamizni yuborishdan oldin tortib ko'ramiz. Maqsad qon tomirga tushdimi yo'qmi? Agar tushgan bo'lsa, boshqatdan tutishimiz kerak, yo biroz tortib turib, yana tortib ko'ramiz. So'ngra qon chiqmasa, dori vositamizni yuboramiz va paxtamizni qo'yib olamiz. Yosh kattalarda aksincha terini ikki yoqqa tortib 90 gradusda sanchamiz. Tortamiz, qon yo'q bo'lsa dori vositamizni yuboramiz, paxtamizni qo'yib olamiz. Va paxtani ishqash tavsiya qilinmaydi, sababi jarohatni yangilaymiz. Shuning uchun paxta joyida qolishi kerak. Ignaning o'rni tez shunda yopiladi, qon to'xtaydi shunda.